rozboblari bormi? Abror o'ziga zo'rlari bor. Bo'ldi aka. Chempionlari chiqadi. Qani toza hunarchilar ekan lekin akalar. Привозной российский mol aka. Mashalloh. Toza привозной. Bahosi 35. yana o'tasizmi? 34. Yana o'tasizmi? Biz olmasa pul bermaydi. Ey aka. 6 oylik bo'lsa ham pul bermaydi aka. 7 oylik bo'lasiz. Ketdik. 55 pastda hozir o'zi yo'q aka. Ammo sortda o'ylar olma aka. Hamma yo'g'a kelishgan. Endi biz sotishni o'ylayveramiz, oladigan odam hali o'z semental birinchi qorin bo'g'ozini axtarib qidirib yurganlar bor, yetularida. Hurmatli tomoshabinlar, imkoniyati, mablag'i, sabri bor odamni pulini ishonavering, anchagina yig'ib beradigan narsalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Hurmatli tomoshabinlar, mollar qarang, ko'rib baho beringlarchi. Galishten, Shved, Rossiyskiy, Krasniy Pyostra sementallar ham chiqadi. Bugungi videoni ko'ringlar oxirigacha. Manzilimiz Andijon viloyati Asaka tumani Qayrog'och degan joyda. Akalar, Ozodbek akamiz firmasi. Hali puli yengilroq odam bo'lsin, ertaga sotganda kamida 50 million, 60 millionga sotadigan akalarimizga hunarchilarning pechatlari kelgan akalar. Sortda o'ylari. Eng qizig'i hamma yoqdan o'tgan, oborib bilan boqaverasizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ozodbek aka. Habibulloh, yaxshi keldingizmi? Abror rozboblari bormi? Abror o'ziga zo'rlari bor. Bo'ldi aka. Chempionlari chiqadi. Narxi yengil-a? Ha, narxi yengil. Obunachilar, assalomu alaykum. Hammalarni ro'za ayyomilar bilan, Xudo xolasa, hammamizni tutayotgan ro'zalarimiz Alloh daryoda qabul bo'lsin. Hammaga kuch-quvvat, kuch-quvvat bersa, qiynalmasdan oxiriga yetkazib olish, bexato yetkazib olish hammamizga nasib qilsin. Gap yo'q. Aka, bu yoshlaridan ham, yoshlarining ham injiqlari aka. So'zkalar ko'rsatib qo'ying. Ostlari. Hajjoni vallahi. Hammasiniki zo'r aka. Akalar, mana mash firmani o'zida Amed Ozodbek ham nisbatan tevarakdan 2 million, 3-4 million razı saqladi narxlari. Lekin mash firmada ham misol uchun kerak bo'lsa gibridlarni 50-60 milliondan chiqardik, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri aka. Aka, 70 millionga sotgan gibridimiz ham bo'ldi aka. Ha. Mana Krasniy Pyostra deydimi aka, Chorniy Pyostra deydimi, hammasidan bor aka bugun. Katta assortiment bor. Ha, sementallar chiqadi akalar, ko'rasizlar. Yechi, mana bir boshqatdan boshlayveraylik aka, yo mayda bo'zoqdan boshlaylikmi? Maydadan boshlang, buni yetib turaveradi. Yetib turasiz. Xo'p, boy aka bular nechadan nechagacha? Hunarchilar. 4 oy, 3 oy. 3 oy yo'q, 4 oy, 4,5 oy o'zlari aka. Uzog'i 5 oy. Uzog'i 5 oy aka. 4 oydan 5 oygacha. Aha. Ko'ringlar, baho beringlar. Yetib ushing o'zingiz, yeching bizni ham. Ichida nechta 3 ta gibridi bormi? Hammasi gibrid o'zi. Bitta bundan tashqari hammasi gibrid. O'zi aslida, aslida hammasi gibrid. Gibrid hunarchilar akalar, so'zkalar zo'r. Bularda 1-2 oyda qochmaydi-yu, lekin sekin kutakka borib oliy nuqta katta pulni sigirlar qilish uchun boqaman degan akalar sal kutadi, lekin bo'ladi. Bular nuqtasida eplab bo'lmaydi ekan-a? Qani toza hunarchilar ekan lekin akalar. Qarang. Buni qarang aka. Voy jonivor. Oyoq qo'lini yo'g'onligini qarang aka. Gap so'z yo'q. Bu yoqqa olib keling. Bu yoqqa olib keling. Maya soling. Xo'p, narigisini ham yetmaysizmi? Kuchli 5likni 5-chisini. Ha, to'g'ri shu menga qaradi. Hammasi. Hurmatli do'stlar, Ozodbek aka, labbi. Xudo xolasa, avvalo sotkilik qilmasa, olgan odam normalniy soqay qiladi, to'g'rimi? Zo'r foydalanadi. Xudo xolasa, ancha yaxshi foyda qiladi aka. Xudo xolasa. Qara qolib o'ting. Yosh maydachalardan boshladik. Mollarni ko'rib baho beringlar. O'zimiz ham sotyapmiz. Sut emgisi bor-ku, 3 kunlik, 4 kunligi ham. Ha. So'skasi o'ta original. Zo'r aka. 3 kunlik, 4 kunligini ham aka 11 million, 12 million sotyapmiz aka. Bular hamma yo'ldan o'tib bo'lgan, oqsil, foqsil hamma yo'ldan o'tgan, hamma emlamalari bo'lgan bo'zaklarni. Aha. Tayyor. Shu boqsa qo'yib yuborib, ozgina puli bo'lsa, tashab qo'yib yuborib baqsaki bo'ldi aka. Yengil qilib ayting. Narxlari rosa yengil aka. Qochirmay kelishtirib, Ramazon aksiyasi ichida. O'zi bunaqa sorta o'yi aka, bunaqa tozasi. Aha. 22-23 bo'lyapti aka. 20 milliondan emas aka, 18,5 milliondan aka. Bir savdoga. Bir savdoga. Aka yana ancha o'tib beramiz aka. Ishqoziga? Ha, 18 million 300 ming so'mdan. Olib kiringlar. Akalar 18 million 300 ming so'mdan talabasi ham sotamiz aka. Bitta talabasi ham sotamiz.
Faqat narxi 3-4 so'm yo'q bo'ladi. 5 bir joyda soting. 5 olsin bir joyga sotaylik. Iloyim 5 bir joyda kelsin. Shundan tashqari qo'ying, hammasi sementali gibrid. Ano ham hattoki. Narigi ham hattoki sementali gibrid. Ha, rossiyskimi bu? Bu rossiyskiy. Amma so'skasi eng zo'ri shu ekan. Qarang, hammasini oyoqlari yo'g'on oyoqlari. 5 bir joyda oling. Nazar qilasiz. Hozir 18 million 300 mingdan bo'lsa, 183 million bo'ladi 10 tasi. 90 qancha bo'lyapti? 91,5 million bo'ladimi? 91,5 bo'ladi. Akalar, buni ochiladi qarang aka. balki 2 yildan keyin bittasi pulida chiqib ketib qolarmi? Ha, xudo xolasa. Bu turishda 70 million, 80 million bo'lib tursa, sigirlar bittasidan chiqib ketadi aka. O'shani ayting. Ikkitasidan chiqib ketsa mayli, 3 tasi shunday qoladi. Endi aka ozgina sabr qiladi aka. Sabr qiladi. Sabr qilmasa bo'lmaydi. Ozgina sabr qiladi aka. Bunaqa qo'yda ozuqasini ham yemaydi. Ha, shunaqa. Bo'lsa bitta qo'ydi-deng. Bo'lsa bitta qo'ydi. Akalar, molda haqiqiy shkarnisi, to'rtburchak, oldi orqa kelishgan. Korpus qarang. Suluv. Ishqi osib qo'yadi. Necha oylik bo'g'oz? 8 oylik bo'g'oz aka. Aha. Egasi 40 litr sutga bergan aka. Aha. Biz bunaqa qilmaymiz, 30 litr yolishsin aka. Lekin 40 ta soqsin-deng. 40 ta soqsin. Rahmat aytsin aka, ikkinchi qoringa aka. 2 ga. Toza привозной, rossiyskiy mol aka. Mashalloh. Toza привозной. Bahosi? Molni o'ta sortovoy aka, oliy sorti. Bahosi arzon aka. Necha oylik bo'g'oz dedik? 8 oylik bo'g'oz. 8 oy. 40 kunga borami bormaydi bu? 40 kunga borsin aka, uzoq qilib ketsa aka. Xudo xolasa. Nech pul aka bahosi? Bahosi aka 62 million. 60. Aka 61 million berishsin aka. Kamini qilib berasiz. Ha, kami ko'p aka. 60 pastda bitami bitmaymi? Bitadi aka, nima bitmaydi aka? Bitmaydigan narsani o'zi bormi aka? Ishqivozga o'tib beraveraman-da. Ishqivozga. Endi aka 40 millionga ham sotyapmiz aka, 38 ga ham sotyapmiz aka, 50 ga ham. Endi hammasi o'ziga yarasha. Moli bor. Moli bor. O'zi aytasiz, moli bor. Lekin mol dahshat. Molni qarang. Olib keling uni ham olib aka. Molni qarang aka. Endi qarang. Bundan jasadi katta, 1 oylik pasini ham hozir chiqaramiz. Bu ham ikkinchi qoringa, uni narxi ancha yengil. Buniki yengil-a? Ha, uniki yengil. Uniki ancha yengil. Qani tortingchi. Voy, mashalloh. Men buni qarang. Bu ham gigant ekan. Gigant. Bu 7 oylikmi? Ha, bu 7 oylik, ham ikkinchi qoringa aka. Bu 7 oylik ikkinchi qoringa. Ay, dumlarini qarang. Hali podiumga chiqadigan dumlardan. Mana qolib keling olib aka uni. Qo'ydim deysizmi? Podium. Nima edi u? Festival deymiz-ku. Vistavkami nima? Vistavkaga chiqadigan. Shunaqa. Ya, nech pul bahosi bu aka bunisini? Bahosi aka 55. 54. 54. Ya, ana aka 53 ga olishsin aka. 53 ga. Bir savdogachi. Nuqsoni yo'q. Aybi shu bir oy bundan kechkirog'i. So'zkalar, yelin, korpus hamma yo'g'iga javob berasiz. Hamma yo'g'iga, xudo xolasa aka. Kirib ketaversin bexijolat. Bir savdoga nech pul qilib berasiz? Ikkosini bir savdoga ham aka? Ha. 54 ga aka 61. 53 dedingiz-a? 53. 114 bo'ladimi aka? Kami ko'p. Kami ko'p-a? Kami ko'p. Savdo qilaverasizlar akalar. Moli bor. Lekin men buni ham ozgina sabr qilaman degan odamga normal. Buni ham 20 taga beraverasizmi? Ya, buni 30 taga beraman aka. Ha, bu ham katta sutli mol. Gap so'z yo'q. Kechavering. Hurmatli do'stlar, men buni qarang. Shved ishqibozlari uchun shohlaringdan degan joyi shu. Mashalloh. Aka ber. Ha, qarang. Aka, mashmol Yevropadan provozdan kelgan shu yerda tug'ilganmi? Yevropadan привозной kelgan aka. Mana shu shoxti bor-ku. Bitta plastmassa o'zini qolipi bor ekanda. Ha. Voy, o'sha shoxiga ilib qo'yib, ataylab bashna qilib o'stirar ekan. Shunaqa qiladi. Shvetsariyada ayniqsa. Voy, mashalloh, mana buni qarang. Noyobidan aka 8 kurak. Mana tishi ham. Mana. Gap yo'q. Shoxiga qarab qari ekan, anaqa deyishmasin, 8 kurak. Rossiyadan kelgan mol aka. Rossiyadan kelgan 8 kurak. Aka 15 ta suti bor aka, 10 ta yolishaveradi aka. Yengil-a? Ha, Bahosi 35. yana o'tasizmi? 34. Yana o'tasizmi? Bo'ldi aka, ana kami ko'p. Kami ko'p. Savdolashaveradi kami. Yana o'tasizmi desam, ha deyapsiz, bo'ldi-da, o'tirasizda. O'taman yana. To'ralar so'skasiga garantiya, Ha, bexijolat. garantiya beriladi akalar. Mana buni qarang. Maqtalgan kallalarda. 44.
44. 43. Qachon qochadi? 7 oylikmi? 43. Bo'ldi, ketdi aka. 43 ga. Hurmatli do'stlar, 7 oylik tayyor naq bo'g'oz 43 million so'mga. Kallalarni ko'ringchi jonivorni. Achcham buzmabdi. Bo'zachi ekan aka. Aka, ko'ngilni to'q qilaveradi, oqsillardan chiqib bo'lgan. Gap yo'q. Undan buyog'iga faqat gazini qo'shadi-da. Faqat gazini qo'shadi. Buni yeching. Krasniy pyostrami kelasi? Ha, krasniy pyostra ekos. Hurmatli do'stlar, davom etamiz. Like-da emasdan bosib, ko'rib turgan akalarimiz va tursalar narxi yengil bo'laveradi inshaalloh. Ammo Ozodbek akamiz fermasida mol tugamaydi aka. Umuman tugamaydi. Men kelamanmi aka, men kelmaymanmi, boshqasi chiqarami, qizig'i yo'q. Mol bor doim. Har doim. Bu yerda chunki Narxda bir şey. Ozodbek aka fermasi degan nomni orqasida katta tizim bor. Nech kishi 10 kishi 10 tadan oshiq odam. Ha, 10 tadan oshiq odam. 10 tadan oshiq odamda rizq qo'shilgan ekan. Ko'pchilik rizq qo'shilgan aka. Ha, Xudo xolasa aka yaxshi niyat qilib aka kelishaveradi. Gap yo'q. Bular necha oylikdan aka? Aka, bunisi 8 oylik, bunisi 7 oylik, 6 oylik olaveradi. Bunisi 8 oylik, narigisi 7 oylik. 7 oylik. Gap yo'q. Voy jonivor. Suyuq quyug'i ikkalasi ham 45 kunda tug'ib bo'ladimi? Ha, 45 kun tug'ib bo'ladi akasi ham. Suyuq quyug'iga bir qittasi 5-4 kunga oldin yoki keyin bo'lishi mumkin. Atak shu. Necha pul jupiga? Jupiga aka 75 million aka. Bo'ladi anachi. 74 berasiz aka. Hamma ko'p. Savdolashaveradi. 74 bo'lsa necha puldan bo'ladi? 37 dan bo'ladimi? 37 millionda tayyor bo'g'oz bular akalar. Endi bitta narsani sizlar yana akalar hisob kitobini qilinglar. Har menga musofirdan telefon qilishyapti. Bir dona bo'lsa ham o'sha Rossiyadan kelganda xonajindan qilib bering. 30-35 gacha olaveraman deyishyapti. Mayli 35 ni gapirmaylik. 30 millionga qochma xonajin olsangiz, lekin men ikkinchi qorinda bu bundan o'tkir bo'ladi mana. Endi 1-2 million qo'shadi-yu aka. Qarang. Tanlab olsa sal narxi o'zgaradi aka. Ha, o'zgarmasdan. Ya buni sal qimmatroq aka. Nech pul? Bunisini aka 40 berishsin bunisiga aka. Unisi yengiroqqa beramiz unisini aka. Qanchaga berasiz buni? Aka 35. Hozir jupiga Jupi olsa arzonroq bo'ladi-da aka. qancha bo'ladi? 74 kami bor aka. Yanachi? 70 ga beramiz aka jupini olsa. Jupini? Ha, jupini. Lekin mana bundan kam bo'lmaydi-yu, faqat buni yetukligi pul bo'lyapti xolos. Ha, yetuk sal o'zi. Ana sal kuchliroqligi uchun. O'ziga qarab. Oboring. Kirgizavering. Ammo akalar bir savdoga zo'r narxli ekan. Bir savdoga. Eng qizig'i bular oqsildan ham o'tib, xudo xolasa Hamma yo'qdan o'tib bo'lgan aka. Nima desa bo'ladi? Sizlarga aytayim, oborib faqat boqish kerak bo'ldi. Shu Qochma xunajini so'rayotdingizmi aka hozir? qochma xonajin bormi? Qochma xunajini pulda beramiz aka. 7 oylikdan bo'g'oz aka. 7 oylikdan bo'g'aza bular. 7 oylikdan bo'g'oz aka. Aha. Qochma xunajini pulda beramiz aka. 7 oylikdan. Akalar, mashmonlar ham o'zi asli rossiyskiy paroda. Местный desak ko'pchilik u bu deyishadi-yu akalar, va shu rossiyskiy sigirlar kelib tug'yapti-yu. Aka ketyapti o'sha buzoqlar. Juplanchi aka. Olib keling. Gap yo'q. Va shohlarni qarang. Nech pul bular 7 oylikdan bo'g'oz? Ozodbek aka. Bular rosa arzon aka. Qancha? 33 ta aytaylikmi aka? Yo'q, qochma xonajinni pulini ayt. Bo'ldi aka. Mayli, o'sha buni ham. Hop, berdorligini olib qo'ying-da, yapaloqligini olib qo'ying xunajinlar. Ha, mollar o'zi ko'rinib turibdi aka. 65 berishsin aka. 65. 64. 64 millionga akalar ikkalasini olasizlar. 32 milliondan qaytda beradi 7 oylik bo'g'ozlarni. Aka 63 million aka. Ana bo'lmasa. Oboring. Xohlagan tanlab olsin, shu narxdan ketaveradi aka. Yoqtirgan tanlab olsin aka. Xohlaganda, Xohlagan tanlab olsin. bo'g'oz bo'lmasa pul bermaydi. Ey aka. 6 oylik bo'lsa ham pul bermaydi aka. 7 oylik bo'g'oz. Ketdik. Hurmatli tomoshabinlar. Mana biz semental ishqibozlar uchun bular tayyor bo'g'ozmi yoki endi qochami? Yo, tayyor bo'g'oz aka. Necha oydan nechagacha? Ikkitasi aka 7 oylik, 6,5 oylik, ikkitasi 4,5 oylikdan aka. Ikkitasi 6,5-7 oylik, ikkitasi 4,5 oylikdan, ha? Ha. Ha, o'zi ikkitasi yelin solib qolibdi, ikkitasi hali endi. Ha, ajratib olgani ham oson. Ikkita shoxligi. Uzidan chiqqan ham bu? Ha, chiqqan. Uzidan chiqqan bular.
Necha puldan baho qo'yamiz? Baho olsa aka, Toros bir joyga bo'lsa aka 45 milliondan aka. Addin-chi. Ha, tanlab olsa 1 million, yarim million bu yoq bo'ladi-da. 4,5 oylari necha pul, bular necha pul? Aka 45 milliondan qilib beramiz 4,5 oyliklarini aka. Aha. Nargilar To'ro bir savdoga ketdi lekin. aka 44 milliondan ketdi. To'ro bir savdoga. Aka 44 milliondan ketdi bir savdoga Toros. Akalar, lekin bitta yaxshi tomoni sizlarga mollar qochib bo'lgan. Hozir mashina xonajida 35 million bo'lsa ham so'ragan ko'pda tayyor. Qochmasga tayyorisini ham. Lekin bular qochib bo'lgan. Bularda hurmatli do'stlar, yetiltirib qo'yib, mabodo sotaman desangiz ham 55 pasta bormi yo'qmi? Yo 55 pasta hozir o'zi yo'q aka. Ammo sorta o'ylar olma aka. Hamma yo'g'i kelishgan. Endi biz sotishni o'ylayveramiz, oladigan odam hali o'z semental birinchi qorin bo'g'ozini axtarib qidirib yurganlar bor, yetularida. Borsangiz 60 ga chiqqan sotilib ketib qolyapti. Sekin olib yetiltirasiz. Shu 60 lik mollar yengilroq olasizda. Yengilroq bitadi. Olib boringlar, bo'ldi. Tayyor, ikkitasi 6,5 oylikdan, ikkitasi 4,5 oylikdan. Mana semental bo'g'ozlar. Hurmatli tomoshabinlar, imkoniyati, mablag'i, sabri bor odamni pulini ishonavering, anchagina yig'ib beradigan narsalar. Toza qonli semental va semental gibridlar, xonajini ham bor, novasi ham bor. Ko'ringlar, baho beringlar. O'sh son nechta Ozodbek aka? 11 dan. Nechta xonajin, nechta buqa? 4 ta xonajin, 7 ta buqa. 4 ta xonajin, 7 ta buqa. Gibrid ham, ashak yo'q xonajin. Aha. Bitta semental xonajini bor aka. Gap so'z yo'q. Ular bitta oila hammasi. necha oydan necha oygacha? Aka 5 oylikdan aka 7 oylikka bor. 8 oylikka bor aka. 5 oydan 7-8 oylikgacha. Mana bu ham semental akalar. Bular hali Qozog'iston yo Rossiyadan kelganda qo'shilgan mollar emas. Avstriyskiy sementallarda yosh buzoqlarida sutdan chiqib o'tga kirgan. Bundan buyog'iga mana akalar qishdan ham chiqdi. Qora kunlar o'tdi. Xudo xolasa sekin bularda akalar bundan buyog'iga joy bo'lsa, o'tni tashlab sekin yermaylar boqib tursangiz, kamida eng oyog'ini sudragan ham 50 million tepasida mol bo'ladi bular. Faqat sabr bilan. Sabr bilan, to'g'rimi? Ozodbek aka, nech puldan baho qo'yasiz? Hammasi sorta o'yladi. Narxlar ham yengil aka. Nech pul? Aka 24 dan aka 31 ga doğru tanlab olish aka. Aha. Bir joyda o'ta yengil narx aka. Qancha? 27 dan 500 ming so'mdan. Bir joyda 27 yarimdan. 27 yarim. Kimdir qimmat deydi, kimdir arzon deydi. O'zi yaxshi bilasiz, biz ham yaxshi joydan olamiz. Ishonchli garantiyali narsalar. Hali akalar ortiqcha gap kerak yo'q. Ma'qul kelgan odam olaveradi. Hali lekin sutemgisi ham 18 million, 20 millionga doğru haligi bir hafta 10 kunligi bo'lyapti aka. ha. Buzoqlar ama oliy buzoqlar ama. Ammo akalar o'sha yangi sut buzoqda olgan 6-7 oydan keyingi holat mashina bo'ladi. Bular ham normalniy sut ichgan, faqat bularda hurmatli do'stlar, gormon almashuv bo'ladi-yu. Misol Endi sutdan endi o'tga o'tgan paytda ozgina shunaqa tashlandiqcharoq bo'lib turadi. Atak buqalar buqalar zotga zo'r chopadi. Mana gibrid xunojilar qarang. Yorib olmasa hisoblasizga Jamol ko'rmay. Mana eng kichikasi necha pul? Eng kichkinasi aka xonajinimiz bor aka 24 ga beramiz. Manachi 25 yap ketishyapti. 25 million. 24 yap ketyapti. Hammasi bir joydachi, bir savdoga. 27 bilan 500 ming so'm. Dastlabkasi qayergacha bir savdoga? Dastlabkasi aka kelisini ham oladi. Samarqandga doğru ketaveradi bir joyda. Samarqand viloyatigacha bir joyda bo'lsa, akalar muammosi ketaveradi. Ammo xonajilarda akalar yelinni ko'rsatilmayapti-da, bunday uzoqroqda yuribdi. Aka o'ta zo'r yeldilar, ostlari o'ta zo'r. Mana ko'rlaring akalar. Hozir mana bunday. Xonajilarda bor yelini mana ko'ryapti. Yomon katta ko'rinyapti. Vashim kelib o'rgan ekanman. Vashimda mashina keladi akalar. Hammasi zo'rda buzoqlarda aka. Bir joyda 27,5 dan Samarqandgacha dastlabki. Ketaveradi aka. Andijon viloyati Asaka Qayroq Ozodbek aka fermasida bu o'zini cheki, bular hali mollar tozaligini hisobiga hali fermada hosil chiqib turibdi. Oqsil chiqib turganligi hisobiga bular alohida karantinda mana buzoqlarimiz
Anaqa tegmagan u. Nazarim tushmagan. Birinchisi ko'ryapsiz aka. Gap ular narigi mollar oqsil tikkan degan emas. Ular mol tuzaldi ular. U yerda oqsil bo'lganligi uchun fermaga kirgizganimiz yo'q. Ha. U yerda oqsil bo'lganligi uchun. Shuni noto'g'ri tushunib qolmanglar akalar. Demak ular ulardan oling, mana quyoshga chiqib o'sha hakkallashni boshladi. Maza qilyapti bu zog'larda, qarang. bularga bo'sh joy kerak. Lakni bos yo'lga chiqaringlar. Hurmatli tomoshabinlar, xonajinda originali. Suskalarini qarang. Toza qonli, garantiyali sementalga gibrid xonajin akalar. Ishqibozlari bo'lsa, Andijon viloyati Asakada, Qayroqoshda Ozodbek akamizda to'liq video olinyapti. Qoni toza, ishonarli xonajin zarur bo'lsa, akalar shu. Bu sotilmaydi? Yo'q, bu ham sotiladi aka. Bu nima bu? Bu bolasi ham bor, ham qonida 1 oylik, xudo xolasa garantiya bor. Qaysi bolasi buni? Xonajin bolasi. Mana shu xonajin shuni bolasi. Rossiyadan привозный bo'g'oz bo'lib kelgan. Nech pul bu? Ham onasi ham bo'g'oz, bolasi ham. Bu narxi aka 56,5. Ona bolaga. Ona bola. O'zigachi. Enasini o'ziga ham aka. Bilmayman aka, jup olishaversin aka. Kelishaversa o'ziga ham. Ham oldida ham qornida bolasi bor o'rayapti. Bor aka. Aha. Mana ham zo'r ekan ammo. Najnoma munchoq. Kiyib o'rgan ekan. Foyda qiyin tushdi. Zo'r ekan, haqiqatdan ham zo'r ekan.